Mirasdagi Kazonga bu filmni yana bir ishlab qoldim. Iliq sen hamma narsani sen ishlamsa deganga. U mening gaplarimga qarshi holatda ziyorat shaklida bir filmni ishlab to'g'ri yo'llabdi. Bugun men o'ylaganlarimni to'liq deb berib o'tay. Mening gaplarimni to'g'ri deb qaraganlar bu filmga yurak bilan tavsiyani besib tarqitdi deysizlar. Mirasdagi Kazon o'zini qo'llab berishni shu Yaponiyadagi Yamaha shirkati bilan selishtiribdi. Asosli gapni film oxirida qo'yib beray. Avval filmingizning beshida haliqi chet ellik usulchi to'g'riliq gap qilsiz. Sen iliq chet ellikni dedi. Chet ellik usul o'ynamdi, u bu qilamdi. Biz melini to'xtamlashdik, melni satdik. Mil agar foyda qilmasa biz o'zimizning ko'p puli bor hozirga qadar shirkatning bizda. U shirkatning xo'jayini amerikalik emas, mushu Urumchidagi Akram degan bir odamning shirkati. U odam mening unidorimdimi bor. Bu chet ellikning xabari siz bilan to'g'ri chiqishdan 3 oy burunla bu Akram degan odam ashu filmni menga yo'llab berib, mana bu bo'lsa bizning shirkatning tashviqot e'loni deb yo'llab bergan. Endi sizning latyoringiz mushu xalqaroliq mahsulot bo'lib ketganligi to'g'riliq gapga kelayli. Latyoning o'zining setilishi 200 milliondan oshdi. Şinjanda. Vallahi bek yaxshi. Dostlar bek yeydi. Buni siz to'sqanga, men to'sqanga, balam sen yeme deganga yemaydigan şunmaydi. Bu baza, muyda bir baza. Men qilmagan bo'lsam xiyolingizga kelmaydi. Mushuliqi bizni anda, seni anda hurmat qildim. Sen latyo ishlab, tushak ishlab ballarimizni zarilding. 200 millionlikdan 500 millionlikcha ballar yemekliklari Şinjanda setilgani 20-30 yil bo'ldi. Cemiyetimizde hazırmı muşu zəhərlik çekimlikni satıdığanlar, şundaqlar, çekidiganlar ba. Əmisi biz muşu bazar ihtiyacı barkən dəb, muşu zəhərlik çekimlikni işləb çıxarıb, aşılarga satsaq bulamda. Bir cemaat ərbabı bolğan, dağlıq karxançı bolğan adam, muşu kiçik ballarga ülgü bolsa, aşı ballardan tən salamətliyige köngül bolsa degen gəpdən nəri xatta? Ama şu materialları qarab turib, bunun içindeki bazı türler çoxum xalqaro o'lchamga yetgan, nurg'un yerlarga chiqalaydigan bo'lish kerak. Andan biz şu xil o'lchamga yetgan bir turkum mahsulot ishlamasak bo'lmaydi ekan deb andan bizning mahsulotlarni ishildik. Bu Germaniyaning hayvonlaridan tatib o'tdi. Demak, men ayda inchiq qilganligim uchun o'tkazaldim. Unda qilmasam o'tkazmaydi. Ular Germanlar herkes o'tkazmaydi. Sizning mushu Miras markalik latyoringiz chiqishdan ilgari davlatimizdagi mushu latyolarning hammasi noyat sifatsiz, chet elga chiqolmaydigan bo'lib ishlanganmidi. Bir mahsulotni ishlab chiqarishga eng oz bo'lganchada 3 oydan 6 oy vaqt ketdi bizga. Mening jahil bir eski mijozim bor, yaxshi bo'lmasa unmayman. Ya bo'lmabdi, ya bir yerda bijimiz kam bo'lib qopti, ya ma ta'mini menda qilib qo'yapsa, ya meningga sog'anda zirg'i meni menda qilib qo'yapsa, mazirning ta'mining kuchlilik darajasi tuvan turdi. Deb menda jahil bir eski mijozim bo'lg'achqa kengchek shulab qolganmi ya. Sizning mushu latyo tadqiqot xizmati bilan shug'ullanib olgan unvonlaringizdan qanday unvonlar bor? Boshqalardan tayyor bo'lgan mushu latyo ishlaydigan shirkatiga pul beriblar latyo ishlatish sizning töhfingizga sizning natijangiz bo'lib qolanda yoki sizga mushu latyoni ishlab berayotgan zavod sizning tadqiqot natijangizni ko'rgandan keyin maxsus siz uchun o'zlari zavod qurib sizning latyoringizni ishlab chiqarib beryaptanda sizning latyoringizda mushu bolalarning tan salomatligiga o'sib yetilishiga aqlliq bo'lishiga foydali bo'lgan qanday bir tarkiblar bor. Biz jamiyatdagi har qanday bir odamning bo'libmi mushu jamoat arbobi bo'lgan odamlarning o'smir bolalar axlat yemeklarni ko'p yemanglar, o'smir bolalarning tan salomatligiga ko'ngil bo'laylik deydigan bir majburiyatimiz bor. Har qaysi doktorxonalardagi bolalar bo'limiga kirib yiqinglar. Mushu tarkibida har xil narsalar bo'lgan, har xil ximiyalik moddalar qo'shilgan axlat yemeklarni yeb, kasal bo'lib qolgan bolalardan qanchaliklari bor. Bolalar axlat yemekligining taraqqiyot istiqboli bek ko'pkan, buning iste'molchilari bek ko'pkan deb hammamiz mushundaq bir axlat yemeklarni ishlab chiqarsak bo'landa, Miras shirkati bilan Yaponiyadagi Yamaha shirkati o'xshamda. Iliq sen hamma narsani sen ishlamsa deganga. Hamma narsani men ishlaydigan bo'lsam bek qo'shilib ishlaydim. Ashunda sizning deganingdek bo'lib ketishni orzu qilaman. Yamaha shirkatidan deb Yamaha deb bir shirkat bor. Bu shirkatni nurg'a adam uqidi. Masalan, motosi bor, gangchinsi bor, loşenjansi bor, boshda yog'ochni yasagan. Uyi bor, uy soladi. Uyning ichidagi jajuyni nas qiladi. Yamaha'nın yana nurg'un tenzi championsi bor. Bo'ldi. Men anda bula olgan bo'lsam, hammani shu chaqda munda deytinglar. Shunda bo'lib kechiktirishman lekin. Kazon Qamirdinka, sizning mushu Miras shirkatingiz, mushu Yaponiyadagi Yamaha shirkatidek, mushu tenzi champion elektron sohasida taraqqiy qilib, xalqaro bir shirkat bo'lsa, men beshimga ilib cho'qim ko'tiraman. Siz mushu mahsulotlarni tayyorlab ishlayotgan zavodlarga pul beriblar, o'zingizning markasini bostiriblar, o'sha latyoni, boshqa yemeklarni ishlab chiqargandan keyin, mushu Yaponiyadagi o'zining tadqiqot korpusi bo'lgan, o'zi har xil tenzi championlarni ishlab chiqaradigan Yamaha shirkati bilan selishtirib o'tamsiz. Amal bo'lsa, sizning ishlagan o'sha filmingizni yaponliklarning ko'rib
ko'rib qolmasligini umid qilaman. Ko'rib qolsa-mu ular Uyg'ur tilini tushunmagachga bizni cho'qim masxara qilishga ulgurmaydi. O'g'ilni yaxshi ko'rmaymiz, lekin maslahatni yaxshi ko'ramiz. Maslahat yaxshi bo'lg'ach yaxshi ko'ramiz. Yaxshi bo'lmasa, hargiz yaxshi ko'ramiz. U paqallar bizning munosabatimiz yo'q deymiz. To'g'ri, bizmi shu mas'uliyatni yaxshi ko'ramiz. Shunglashqa biz odamga cho'qinmaymiz, qilayotgan ishiga qaraymiz. Sizningcha shu boshqalarning zavodida ishlayotgan mahsulotlarga o'zingizning markasini chaplabla, eng arzon bahoda ishlatib, eng arzon holatda sotsangiz, bu yaxshi bo'lamda. Men ishlab chiqaradigan un bilan xima setayotgan un o'xshash. Xima 39 ga o'xshatdi, men 19 ga o'xshataman. Sizning qilgan bu e'lon tashviqot so'zingiz to'g'rimi? O'xshash tarkibli un, lekin ularda qimmat, sizlarda arzon. Bu degan noto'g'ri raqobat shaklga kirdi, shundaqla e'lon qonuniga xilof ish. Sizga bu unni ishlab bergan zavodmi foydalidi, ularning yana nurg'unlagan chiqimlari bor. Əmsə, muşundaq ərzan bolğan unның sübtiga siz kapalatlı qila alamsiz. Şinjanda El Nuridak muşu atımraz kəsbini davamlaşdırıb kelgan 100 yil bulay deb qolgan karxanlarmı bor? El Nuridakilarning ajdodi muşu 1930 yildan boshlab muşu tugmanda un tatib, unchilik qilishni boshlab ekan. Hozir El Nurning nomi butun Şinjanda emas, butun mamlakatga dongliq. El Nuridak o'zining zavodi bo'lgan, o'zining terichilik maydoni bo'lganlarmi? Hamma narsa o'zimizdan bo'lyotidi. Biz eng arzon sotdik degan tashviqotni qilib baxmadi. Ularning başdan oxir tashviqoti bo'lsa, bizning mahsulotlarni asosan organik qilyapmiz deb tashviq qilyotidi. Yeydigan narsalarning tashviqotini qilgan vaqtimizda mening setayotganim eng arzon emas, mening setayotganimning tarkibida zodi qandoq narsalar bor? Organikmi, organik emasmi? Mushundoq tashviq qilishimiz kerak. Bahojiatdan eng arzon bo'lgan mahsulotlarni ishlab chiqarish, haqiqiy samimiy bo'lgan korxonachilarni shundoqla sifatli bo'lgan mahsulotlarni bozordan yo'q qilib yetadi. Masalan, 10 yil to'ntib qo'ygan go'shtlarni 20 yuandan ilib 40 yuandan setayotgan dallol savdogarlarmi bor? Lekin bular yangi qo'yni o'zi ilib 60 yuandan setayotgan haqiqiy bo'lgan qassoblarning savdosini vayron qilib yetadi. Halqa bir odamning bir ish qilmag'idek taskanchu, lekin qilgandan keyin salla u ish yurishib ketsa, g'ojaydiganlar bek chiqchiqir ekanchu. Saxtapazlikka ko'p turma tashviqotga qarshi turish hargizmi ishi yurishib, pul tepayotgan odamlarga qarshi turish emas, balki ko'p turma tashviqotni bekrak yurishib ketgan, shundoqla xalqni aldayotgan, haqiqiy bo'lgan korxonachilarga ziyonli ishlarni qilayotganlarga qarshi turish. Ya'ni atrofidagilarning, kasbdoshlarning ba'zi bir qudratliliklarni qilishimi yo'qolmay qolar ekan. To'g'ri, samimiy holatda tijorat qilishni, yaxshi bo'lgan mahsulotlarni ishlab chiqarib berishni tashviq qilayotgan korxonachilar hargizmi qudratlilik qilguvchilar emas. Bozordagi odil raqobat mahsulotning sifati bilan bo'lishi kerak. Hargizmi qilgan ko'p turma tashviqot yolg'on gap so'zlar bilan bo's bo'lmaydi. Sifatli mol bilan haqiqiy bo'lgan tijoratchi korxonachilarni vayron qilayotgani bo'lsa, dal oshu qorniyat bo'lgan tijoratchilar. Menimcha qusur topgandan huzurlanib yashagan yaxshi. Bir qism odamlarning xalqni aldab, xalqning bo'zak qilayotganini to'sish bo'lsa, hargizmi qusur tepish emas. Boshqalarning ziyonkashlikka uchrayotganligini ko'rib turib, ularni eskartib qo'ymay, qo'rqinchoqlik bilan jim turib bilish bo'lsa, bir vijdonsiz odamning ishi. Uningdagi bir tal chekitni ko'rmagan kasasaqmi bo'laverdi, chunki bir tal chekit bir varaq oq qog'ozga unchalik ta'sir qilib ketolmaydi. Bir tal chekit bir oq varaqning hammasiga ta'sir qilib bo'lmaydi, lekin bir tal qurut bir quti mayning hammasini sesitib yetalaydi. Bo'lmasa mushu maymudanning xo'jayiniga o'xshash, mushu Chin Nuridak 20 yillik bo'lgan korxonalarni qo'qmay to'rda haqorat qilib tillay oladi.